Bismillahirrohmanirrohim. Bizga rahmat qilib Habibimiz sallallohu alayhi va sallamni yuborgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Barchamizga mushfiq, murabbiy, sevimli bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga behad salatu salomlarimiz bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga oshiq bo'lganlar, qalblari ularga mushtoq bo'lganlar, barchangizga marhabo, xush kelibsiz. Spurgil unga mehmon bo'lgani Rasululloh keladur. Mazag'al basar ko'zlik, shams va zuho yuzlik, barchadan shirin so'zlik Rasululloh keladur. Shamollarga borib aytgan, sayr etishim qo'ysun, beodoblik qilmasun Rasululloh keladur. Daryolarga ham aytgan, mavjurishini qo'ysun, oldida saqov tursun Rasululloh keladur. Azroilga borib aytgan, jon olishim qo'ysun, xizmatda muqim tursun Rasululloh keladur. Ufuq maqomga borib yig'lab aytdi Jabroil, undan o'tsam yo Rasul, qanotlarim kuyadur. Qiyomat kun bo'lganda yig'lar barcha banda, Rasululloh kelganda ummatlari keladur. Rasululloh kelganda ummatlari keladur. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilib aytadiki: A'uzu billah va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim. Sen ularning oralarida bo'la turib, Alloh ularni azobga olmas. Bu oyat karima payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayot bo'lgan paytlarda nozil bo'lgan. Ana o'sha paytda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bor bo'la turib u zotning ummatlarini azobga olmagan. Endi biz hozirgi paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rihlat qilib ketganlaridan keyin holimiz nima bo'ladi deb o'zimizga savol beramiz. Modomki u zot bizni oralarimizda emas ekanlar, u zot bilan bir davrda yashash baxtiga sazovor bo'lmagan ekanmiz, endi holimiz nima bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oramizda borlar. Biz u zot sallallohu alayhi va sallamga salotlar yuborib, salomlar yuborar ekanmiz. U zot bizni qalblarimizda yashar ekanlar. U kishi albatta borlar. Biz sunnatni tiriltirib unga amal qilar ekanmiz. Albatta borlar. Hayotimizda biror qiyinchilik bo'lar ekan, u zot sallallohu alayhi va sallam siratlariga qaytar ekanmiz. U zot borlar. Bu dunyodan to'yib kim bilan dardlashishni bilmas ekanmiz, u zotga borar ekanmiz. Albatta u zot oramizda borlar. Va albatta inshaalloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz va itoatimiz bilan Alloh bizni azobga olmaydi inshaalloh. Shunday ekan, azizlarimiz, azizalarimiz, har doim u zot bilan birga yashaylik. Har dam u zot bilan birga bo'laylik. Sunnatlarini tiriltiraylik va bu bardavom bo'lsin.
keltirdilar buroqni, men Muhammad dedilar, minmagayman Jabroil, ummatim minmaguncha. Keltirdilar harirni, kiy Muhammad dedilar, kiymagayman Jabroil, ummatim kiymaguncha. Keltirdilar Kavsarni, ich Muhammad dedilar, ichmagayman Jabroil, ummatim ichmaguncha. Ichmagayman Jabroil, ummatim ichmaguncha. Keltirdilar Sirotni, o't Muhammad dedilar, o'tmagayman Jabroil, ummatim o'tmaguncha. Keltirdilar jannatni, kir Muhammad dedilar, kirmagayman Jabroil, ummatim kirmaguncha. Sallallohu ala Muhammad, sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad, sallallohu alayhi va sallam. Jonlar fido bo'lsin sizga, ya Rasululloh. Hammamiz bilamizki, sahobalik baxtiga erisha olmadik. Lekin buni evaziga Alloh subhanahu va taolodan qiyomat kuni eng ko'p suhbatlarda bo'lishini so'raymiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni iymonimizdan ajablanib, o'zlari bashoratini berganlar. Meni ko'rmay turib menga iymon keltiradigan deya avvaldan aytib qo'yganlar. Allohning har ishi hikmatdan xoli emas. Inshaalloh qiyomatda mana shuni evaziga yanada katta ajr olamiz. Va Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamizki, iloho, Parvardigoro, qalblarimizni u zot sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlaridan hech qachon xoli qo'ymagin. Tillarimizni u kishiga salovat va salomlar aytishdan hech qachon to'xtatmagin. O'zimizni u kishini sunnatlaridan bebahra qilmagin, u kishiga ittibo qilishdan charchatmagin. Parvardigoro, shafoatlardan bebahra qilmagin. Iloho, o'zingdan o'tinib so'raymiz. Qiyomatda birga tirilganimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni ko'rsatib, biz bilan faxrlanadigan ummatlardan qilgin bizni. U zot sollallohu alayhi vasallamning qo'llaridan havzi Kavsardan ichishi, shafoatlardan bahramand bo'lishni, bayroqlari ostida jam bo'lib birga bo'lishimizni, bu dunyoda yetisha olmagan narsalarimizga oxiratda yetishimizni o'zimizga nasibi muyassar aylagin. Iloho Parvardigoro, mana shu yerda bo'lib turganlarni hammalarini ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bugun benihoyat salovat va salomlar bo'ldi. Mana shu tufayli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga barchamizni muqarrab qilgin, yaqinlashtirgin. Qiyomatda yaqin turishimizni o'zing nasib muyassar aylagin. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amin.